Assalomu alaykum. Rulet shashlikning eng katta siri bu go'shtni to'g'ri shakllantirish. Men bugun kontrfiledan foydalanaman, chunki u yupqa, tolasi bir xil va o'rashga ideal. Avval go'shtni yoyib olib, ezmasdan ustidan urib chiqamiz. Bu qatlamga asos bo'ladi. Keyin haqiqiy sharbat uchun qo'y dummasi, mol go'shti va qo'yning qo'l go'shtidan chopib farsh holatiga keltiramiz. Farshning ichiga bolgarskiy piyoz va tabiiy ziravorlar qo'shdim, chunki farsh qancha xilma-xil bo'lsa, ichki qatlamining hidi, sharbati shuncha kuchli bo'ladi. Aralashmani kontrfilening ustiga yupqa qilib yoydim. Aynan yupqalik muhim. Qalin qilsangiz ichki qatlam pishmaydi, tashqi qismi esa qurib ketadi. Pomidorni maydalab yubormadim, parrak-parrak kesdim, chunki pomidorning suvini qatlamlab berish kerak. Aralashtirib yuborsangiz tam chalkashib ketadi. Parrak pomidor har o'ramda o'ziga yarasha nordonlik va namlik qo'shadi. Hammasini sekin siqib mustahkam qilib o'raymiz. O'rash bu oddiy harakat emas, bu shashlikning shakli va sharbatini ichiga ushlab turadigan texnika. Yaxshi o'ralmagan rulet pishayotganda ochilib ketadi, sharbat yerga oqadi, ta'm ham ko'rinish ham yo'qoladi. Rulet shashligimiz shu tartib bilan tayyorlansa, natija bitta: ichi yumshoq farsh, tashqarisi qizargan qatlam, keskanda oqadigan sharbat, hidi esa go'shtning tabiiy aromati. Shu retseptni bir marta sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Go'shtni qay darajada itoatkor bo'lishini o'zingiz ko'rasiz. Rulet shashlik bu texnika, sabr va mahoratning isboti. Endi navbat sizda. Pishirgan shashligimizga baho bering, opa. Marhamat.